Siz idrok qilmagan, siz tushunmaydigan ishlar bor hayotda. Yoshligingiz uchun, tajribasizligi uchun. Otangiz tushunadi, shu masala sen shoshma deydi. Bu mashinani olmay tur deydi. Siz nima bo'lib ketyapsiz? Shoshqaloqsiz, betoqatsiz, tezroq oshinasi yetadingiz, to'g'ri, sekinroq deydi. Chunki u Mavlo biladida otasi bolasiga nima foyda, nima zararligini. Jamiyatda biladi obstanovkasini bizning tilda. Agar bizning ustimizda Robbimiz, Mavloyimiz bor bo'ladigan bo'lsa, biz hech narsani yo'qotmaymiz, hech qanday narsada yutkizmaymiz. Ni'mal Mavla va ni'mal nasir. Alloh naqadar yaxshi hoja va naqadar yaxshi yordamchidir. Mana shu oyatni o'zi bizning qalbimizga xotirjamlik beradi. Va asa an takrahu shay'an va huwa khayrun lakum. Mana o'tgan darsimizda Alloh taoloning qaysi ismini o'qidik? Ar-Robb, murabbiy, tarbiyat kunanda. Bizga musibatni berib turib, Alloh bizni tarbiyalar ekan. Mana aytayapti Alloh taolo. Zotan sizlar o'zingiz uchun yaxshi